Salom do'stlar, sizni Akfilms kanalida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Do'stlar, videoga 700 ta like yig'ishingiz bilan sizga yangi videorolikni taqdim etamiz. Aytgancha 100 mingta obunachi bo'lishimiz bilan $200 obunachilarimga beraman. Shuning uchun tezda obuna bo'ling. Kinoning to'lig'i opisiya va belgilangan kommentariyadagi Telegram kanalida bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, Rossiyaning istalgan shahridan turib, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga arzon va ishonchli biletlarni sotib olishingiz mumkin. Belgilangan kommentariyada qoldirilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Parvozingiz bexatar o'tsin. Film Meddi ismli ayoldan boshlanadi. U Uberda taksist bo'lib ishlaydi. Bir kezda uni mashinasini Garri evakuator bilan olib ketmoqchi bo'ladi. Sababi Meddi o'zi yashaydigan uyga soliqlarni to'lamagan. Meddi bu mashina bilan non topib yurgani uchun Garridan yalinib yolvorib mashinani qoldirib ketishini so'raydi. Biroq Garri unga qaramay mashinani olib ketadi. Ertasiga u sohil bo'yidagi kafeda barmen bo'lib ishlaydi. Bu ikkalasi Sara bilan Jim, ular Meddini do'sti bo'lganligi uchun ish qidirishadi. Bir kezda ular internetdan 17 yoshli bolani erkak qila oladigan ayol kerak degan vakansiyani ko'rishadi. To'lov haqiga mashina berishar ekan. Ertasiga Meddi o'zini uyini o'ylab ko'ngli yo'q. Majburlikdan boyagi 17 yoshli bolani erkak qilish degan vakansiyaga boraman deb ketadi. U uyga kelsa to'lov uchun oladigan mashinani ko'radi. Ellison bilan uning eri Neddi bilan yaqindan tanishadi va Meddi yoshim 32 da, bu sizlarning o'g'lingizga muammo bo'lmaydimi deb so'raydi. Ayolning yoshi qanchalik katta bo'lsa, bolamiz ko'p tajriba oladi deb aytishadi. Bu Persi ismli bola. U uydan chiqmay hayot kechiradi va uy hayvonlari sotadigan do'konda ishlaydi. Kelasi kuni Meddi yarim yalang'och bo'lib Persikning ishiga keladi. U chiroyli ish sotib olmoqchi bo'lganligini bildiradi. Shu kezda Persi ikkalasi orasida suhbat paydo bo'la boshlaydi. Itni sotib olishga xonaga kirishadi. Meddi bo'lsa o'zini bir turli tutib Persini ko'nglini eritmoqchi bo'ladi. Yigit uyalib ketib, "Kechirasiz, men uyimga ketishim kerak" deydi. Meddi bo'lsa, "Men seni uyinggacha olib boraman" deb aytadi. Meddi yo'lda yigitni aldab o'z uyiga olib keladi. Bundan qo'rqqan Persi nima qilishini bilmay Meddining yuziga achchiq bir nimani sepadi. Shu yerda Meddi "Sen mendan qo'rqma, men seni yoqtirib qoldim" deb aytadi va ikkalasi ertaga ko'rishishga kelishadi. Kechki uchrashuvga Persi kostyum shim kiyib keladi. Uni ko'rgan Meddini so'lagi oqib qarab o'tiradi. Ikkalasi shu yerda bir-biri bilan yaqindan tanishishadi. Meddi Persiga "Bugun tunda ikkalamiz birga bo'lgan tush ko'rdim" deb Persini ko'nglini ovlamoqchi bo'ladi. Persi bo'lsa kokteyl ichib Meddiga oshiq bo'la boshlaydi. U yerdan ketgan juftlar dengizga suhbat qurib boradi. Bir kezda Meddi Persiga "Ketdik, suvga tushamiz" deydi. Ayolni yolong'ich ko'rgan yigit rozi bo'ladi. Ikkalasi suvga tushib turgan vaqtida ularni sohilda yotgan kiyimlarini notanish odamlar o'g'irlab ketadi. Shundan so'ng ular mashinaga o'tirib Meddini uyiga keladi. Shu yerda Meddi bor tajribasini qo'shib Persini boshini aylantirmoqchi bo'ladi. Ammo yigit undan haligacha uyaladi. Bir kezda ikkalasi gaplashib o'tirib, Meddi yosh bolaga o'zini boshdan o'tkazgan qiyinchiliklarini aytib beradi. Oradan biroz vaqt o'tib, Persi Meddini qimmat yerga uchrashuvga chaqiradi. Ikkalasi limuzinda birga gaplashib kelayapti. Restoranga kelganida Meddi 17 yoshli bola bilan o'zini baxtli his qiladi. Shu vaqtda ular yoniga Persini sinfdosh qizi keladi. U ham ota-onasi bilan shu yerda o'tirgan ekan. Juftlar limuzinga o'tirib ketishadi. Bir kezda mashinada ketayotib Persi Meddiga "Men senga oshiqman" deb aytadi. Ertasiga tongda Persi kechagi tundan so'ng o'zini baxtli his qiladi. U ota-onasiga "Men bir qiz bilan uchrashib yuribman, ya'ni universitetda o'qimayman" deb gapiradi. Persi uyga Meddini chaqiradi, ota-onasi bilan tanishtiradi. Shundan so'ng dasturxon boshida o'tirishadi. Ovqatlanib bo'lganidan so'ng Persi o'zini xonasiga ko'tarilib ketadi. Meddi uni ortidan boradi. Ikkalasi o'rtasida shu yerda urush paydo bo'ladi. Qisqasi, ikkalasi shu yerda rang-tang qilishadi va yigit qizga "Men seni ota-onam yollaganligini bilaman" deydi. Meddi Persidan kechirim so'raydi. Shundan so'ng qiz barcha narsalarni olib ketib qoladi.
Bir kezda Meddiga Persining ota-onasi va'da qilgan mashinani olib kelishadi. Persi bo'lsa ota-onasiga meni ishimga aralashmanglar deydi. Kuz keldi, Meddi uyni sotadi. U uyni o'zini yaqin do'stlari Jim bilan Saraga sotib yuboradi. Persi bo'lsa o'z narsalarini yig'ib o'qishga ketadi. Shundan keyin Meddi Persidan kechirim so'rayman deb universitetiga keladi. Ikkalasi shu yerda do'stlashib olishadi va shu bilan film o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Filmni to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, opisiya va belgilangan kommentariyadagi Telegram kanaldan topasiz. Aytgancha siz bilan xayrlashmaymiz, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolamiz.